svet bo'lmasa suvni qayerdan olaman? Assalomu alaykum. Men Shodmonova Nilufar, Qashqadaryo viloyati Koson tumanida Orzu House yo'llari fermer xo'jaligi raisasi bo'lib ishlab kelmoqdaman. Orzu House fermer xo'jaligim 2021-yilda tashkil topgan. Meni bu video murojaatim O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hamda Saida Mirziyoyevaga va Ayollarni qo'llab-quvvatlash qo'mitasi inson huquqlari. Men 2024-yildan beri mana shu paxta yetishtirishga tazyiqlarga uchrab kelmoqdaman. 2024-yilda men paxta ekdim. Paxtamga ham suv tomonlama juda ham qiyinchiliklar bilan paxtamni yetishtirdim. Lekin yetishtirgan bilan menga terish kuchi kamlik qilib, terimchi ayollarni ham menga qarshi qayrab, hokimlik, fermerlarni MTP raisi Isomiddin, bular To'lqin Mamatqulov, keyin yana bir necha amaldorlar qarshilik qilib paxtamni yarmidan kami qolib ketdi, terilmay dalaga. Keyin g'alla ekdim, homilador holimga ekdim g'allani, 8 oylik edi homilam, g'alla ekdim. G'allamni ham unib chiqmadi degan qog'oz qilib bular o'zaro til biriktirib, yerimni xitoyliklarga tortib olishmoqchi bo'lishdi. 40-savxoz, Qashqadaryo viloyati 40-savxoz shaharchasini, butun fermerlarning hammasini xitoyliklarga tortib olib beraman deb hokim bir necha bor tahdidlar qilib, fermerlarni urib, so'kib, yerlaringni olaman, kerak emas menga sanlar degan gaplarni qildi. Lekin men ayol kishi bo'lganim sababli mendan yerni tortib ololmadi, urib, so'kib tortib ololmadi. Lekin boshqa erkak fermerlarimizni majburlab Koson tuman prokurori, Koson tuman ichki ishlar boshlig'i bilan hokim buvani o'zlari notariusga borib, qo'llaridan tilxat, yerni tugatmoqchiman degan notariusga shunga o'xshagan tilxatlar olib, erkak fermerlarimizni yerlarini tortib olishgan. Bunga isbotlarim ham bor, dalillarim ham bor. Biz 40-savxoz fermerlari o'zaro bir ikkita fermerlar, men yana bir ikkitamiz o'zimizga yerimizni berib asrab qolmoqchi edik, xitoyliklarga bermaslik maqsadida. Lekin bunga ham to'sqinlik qilib, men olmoqchi bo'lgan yerni ham hokim buva o'zlari yerda egasini olib borib, qo'lidan tilxatni ustiga turib tortib olgan. Keyin meni dalamga paxtani unib chiqmadi deb xat berdi. Agrobank, Koson tuman Agrobank filiali Kosondagi unib chiqmagan deb xat berdi. Men bir necha marta videolar ham chiqardim. Unib chiqmaganlik haqida menga kreditlarni to'siqlab qo'yishdi, kredit berishni. Video chiqarganimdan keyin o'g'itga kredit berdi-yu, keyin qolganiga kredit bermadi. Keyin nimaga kredit bermayapsan deb yana xat chiqarganimda bug'doying unib chiqmagan degan xat berdi. Keyin unib chiqmagan degan xat asosida men raqobat qo'mitasiga ariza qildim va bizlar agroinspeksiya bilan borib ko'rib chiqish natijasida agroinspeksiya quyidagi xulosani berdi. Unib chiqqanligi, lekin bug'doy o'rilmaganligi sabab yerga to'kilgan degan xulosa berdi. Chunki haqiqatan ham bug'doy unib chiqqani, o'rishga bular ruxsat bermagani, bular o'rmagani. Agrobank xat bergan, unib chiqmagan bug'doy deb, shunda kambayam kirmadi, o'rmadi ham menga. Keyin 72 milliardmi pul chiqqan. Bug'doy uchun Koson tumaniga 72 milliard pul chiqqan. O'sha puldan men ulushim, ya'ni Koson tumani uchun 72 milliard bug'doyga pul ajratilganini men Toshkent shahriga, O'zbekiston Respublikasi Toshkent shahriga borib aniqlab keldim. Ana undan nima edi oti? Jamg'armadan. Keyin 72 milliard pul chiqqan. Menga o'sha 72 milliard ichidan boshqa fermerlarga ajratishgan, lekin aynan shu 40-savxozda men fermerlik qilganim uchun menga ajratishmadi o'zimda. Ya'ni 150 million g'alla kreditimda o'zimga ajratishmay, sun'iy to'siqlar qo'yib, yolg'ondan unib chiqmagan degan vajlar qilib, soxta dalolatnomalar tuzib, dalolatnomada meni qo'lim ham, imzoyim ham, o'zimni xabarim ham yo'qligi, faqat bank xodimlarini o'zini imzosi, bank xodimlari bilan borib soxta dalolatnoma qilib kelishdi. Fotosuratlar boshqa fermer xo'jaligidan olingan. Men fermer xo'jaligimda yomg'irlatishdi, uskunalar yomg'irlatishdi, spreyninglari bor edi, lekin ular boyki ana unga qo'ygan
soxta dalolatnomasiga ilova qilib qo'ygan suratlarida sprining ham yomg'irlatishda hech qanaqa uskunalarini izi ham boshqa narsasi ham yo'q edi. Keyin yana bitta katta tafovut, man begona o'tlar chiqib ketgan deyishgan edi, lekin man o'zim 3 kun avval videoga olganimda begona o't yo'qligi, lekin bular ilova qilib ko'rsatgan suratlarda begona o'tlar ko'pligi, bu umuman aqlga sig'maydigan holat. 3 kunda begona o'tlar bu darajada ko'payib ketmaydi. Bular menga fitna qilishib, 40-sovxozda bitta mani yerim qolganligi sabab mana shunaqa sun'iy to'siqlar tarzida tortib olishmoqchi bo'lishyapti. Bu holat hali ham davom etib kelyapti. Keyin men paxtaga kredit chiqardim. Paxtani kredit solyarkasini oldim, etap taxladim joylarimni, lekin svet bo'lmasa suvni qayerdan olaman? Qamaymiz deyapsizlar-ku. 60 million qarzing bor, qamaymiz deyapsizlar. Hech kimga bu narsani men ravo ko'rmayman. Jonimga tegib ketdi. Ana shu yerga qo'shib o'zim dalamga men yo'qaman. Voyaga yetmagan bir nafar o'g'ilcham bor, hali birga kirmagan. Qamaymiz deyapsizlar. Qanday qamaysan meni? Nima dedingiz, prokuror janoblar? Uncha ko'p bidillaysan. Hokimni qo'shma. Hokim qaramasa, sizlar qaramasanglar kimni qo'shay? Uncha ko'p bidillaysan dedingiz. Qani shu yerdan chiqadimi? Prokuraturadan dedingiz. Qama dedingiz tergovchiga. Yuragim og'rib ketdi. Hurmatli Shavkat Mirziyoyev, yuragim og'rib ketdi. Ayollar huquqi yo'qmi? Nima buncha qiynaydi? Iltimos, O'zbekiston xalqi sizlardan o'tinib so'rayman. Ishlarim o'ngidan kelsa qaytaraman hamma pullaringni, yordam qilaveringlar. Iltimos. Bo'lajam bor yosh, men pulini yeganim yo'q. Hammasini videolari bilan isbotini qilib beraman. Iltimos, yordam qilinglar. Svetni bermadi, videosini ham qo'yaman. Svetni bersa men qudug'imdan suv chiqaraman-ku. Svetni bermasa qayerdan chiqaraman? Yerni tag'lab qo'ydim, hammasini qildim. Faqat urug' tegmadi. Yozgan qog'ozni ham qo'yib beraman. Men yozdim, shu 3 oy davomida to'layman yetkazilgan zararlarni, lekin bunga elektroset, hokimiyat bular aybdor, tekshirib chiqinglar, tergov qilinglar deb yozdim. Lekin yana tergovchi chiqyapti, prokuror chaqiryapti, bormayman. O'sha kun borgandim. Nima dedingiz? Qamab qo'yman dedingiz. Men bir voyaga yetmagan balam bor. Nima qilib jinoyat qildim men, qamaysizlar? Jinoiy ish nimaga ochgansizlar? Nimaga? Jinoiy ish qanday ochasizlar? Men kimni o'ldirdim? Nima qildim? Meni dalamga kelib ko'ringlar. Yerlarim taq bo'lsa, tayyor yerda olish sizlarga yaxshi. Bu yer nima uchun tayyor emas payti olmadinglar? Tayyor emas payti nimaga olmadinglar? Hech kimga yo'q. Hech kim qaramadi ham shu yerga. Men qaradim, tekisladim, yerni tozaladim, ochdim, quduq qurdim, tomchilatish qildim, yomg'irlatish qildim. Endi nima uchun olaman deysan? Endi nima uchun meni qamamoqchisanlar? Yo'q narsa uchun. Chiqardim kredit. Chiqargandan keyin yerni tag'ladim, solyarka ketdi. Traktorchiga pul berdim. O'zimni kistamdan ham qancha ketdi. Svetni qo'shib bermadi. Hamma videolarini qo'ydim-ku. Nima shularni ko'rmadinglar? Shitlarimni o'g'irlab ketdinglar, til biriktirib. Yana nimaga o'zim haqqimda aytsam, ko'p bidillama, qamab qo'yatam. Qani shu kun prokuraturadan chiqiykan deysiz. Yana u kun chaqirtiribsiz. Soliqqa 165 million pulim bor. Agar shu qaytsa, qaytarishim mumkin. Bo'lmasa qaytara olmayman, meni pulim yo'q. Faqat urug'da ekmadim.
urug' tegsam rasvo bo'laydi. Urug'ni kep to'kib ketdim. Ekmadim, shlangalarımda yo'qdilar, transformatorimni shitlarini, hamma baloy battarlarini o'g'irlab ketdilar, hamma joydan qisdilar. Ey Alloh, iltimos xalqim yordam beringlar. Bular yo'q joydan menga qarz yozib qamaymiz deyapti, yo'q joydan. Nimaga elektrosetiga olib kelib so'ramayapsan? Prokuror bo'lsang, ayt. Nimaga menga do'q qilasan buncha? Men o'zim bo'lsaydim, balam bo'lmasaydi qo'limga, sendan umuman qo'rqmasdim. Hali birga kirmagan bolam, birga. Nimaga so'ramaysan? Men o'zim xohlab o'z-o'zimdan ekmagan emasman-ku. Svetni qiynaganini ko'rdinglar-ku, ko'rding-ku, Svetni aytdim-ku. Aytsam nimaga budillaysan deysan. Hokimga bordim shuning uchun, hokim kirgizmadi. Shuning uchun qamab qo'yding-ku bir kun. Balamni qo'limdan tortib, birga kirmagan balamni. Nimaga ey Xudo, xalqim, iltimos, O'zbekiston xalqi, yordam qilinglar, sizlardan o'tinib so'rayman. Sizlardan so'rashni ham bilmayman, so'ramaslikni ham. Agar bu so'zlarim bular hal bo'lsa, hammalaringga pullaring birin-birin qaytarib beraman. Iltimos, sizlardan yordam qilinglar. Yo'q joydan bo'ynimga ilib qarzni qamayman deb aytyapti prokuror.